Koreyadagi Daechongho hududida bir chet ellik ishchi o'z vazifasi doirasida davlatga tegishli yerga panjara o'rnatayotgan paytda yaqin atrofdagi kafega aloqador ekani aytilgan erkak tomonidan temir quvur bilan to'satdan hujumga uchradi. Kafe tomoni esa panjara mijozlarning mashina qo'yishi va yurishiga xalaqit berayotganini da'vo qilgan. Biroq tekshiruv natijasida aynan o'sha avtoturargoh davlat yerini noqonuniy egallab turgani ma'lum bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, ushbu kafe 2 yildan ortiq vaqt davomida davlat yeridan noqonuniy foydalanib kelgan va rasmiylarning bir necha bor ogohlantirishi hamda jarimalarga qaramay faoliyatini davom ettirgan. Hujumga uchragan vyetnamlik ishchi tos suyagi sinishi jarohatini olgan va ushbu hodisadan so'ng Koreyada ishlashdan qo'rqayotganini bildirgan. Hozirda politsiya kafe bilan bog'liq erkakni maxsus zo'ravonlik aybi bilan tergov qilmoqda. Ushbu voqea esa takroriy qonunbuzarliklarga qaramay noqonuniy faoliyat davom etayotgani sababli katta tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Agar siz xavfsiz, qonuniy va tezkor pul o'tkazma ilovasini izlayotgan bo'lsangiz, Cross pul o'tkazmasi eng yaxshi tanlovlardan biridir. Eng yaxshi kurs, tezkor pul o'tkazmalari va chet ellik ishchilar ishonadigan xizmatdan foydalaning. Hoziroq Cross ilovasini yuklab olib, profilingizdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing.